Qadrli bog'bon kuzatuvchilari, barchaga salom. Nok ko'ryapsizlarmi? Karmen nokimiz bo'ladi. Stolini ko'ryapsizlarmi qanaqa? Yani bilagimdan ham kichkina stolda 2 yasharlik. Iyul oyida boshlarida pishadi. Hozir iyun oyini 25 sanasi bugun. Buni qaranglar, holatini, formalariga baho berasizlar. Mevalariga baho berasizlar. Buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, noyabr, dekabr oylarida aloqaga chiqarasizlar. Eksport pop bo'ladi. Ko'chatlarni yetkazib beramiz, bog'larni ekib beramiz. Kelishilgan holatda 3 yil qarab beriladi. Hamma agrotexnikalari, qanaqa zahar sepiladi, hammasini sizlarga o'rgatamiz. Faqat bizga obuna bo'lsin, aktiv bog' kuzatib turishlarning hisob. Bu bog'imiz 5 metrga 1 metr sxemada ekilgan. Xohlasalarni 2 metrga ekasizlar, xohlasalarni 1,5 metrga ekasizlar. Farqi yo'q. Eng kami 1 metrga eksalarni bo'laveradi. Savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozsalarni albatta javob beramiz. Mevalarni ko'rasizlarmi? Eng serhosil navlardan bo'ladi. Ichki bozorga ham, eksportga ham ketaveradi. Mana shoximizda o'zi, mana shu shoxda o'zida bir 2 kilo meva bor. Moshta bilasizlar, og'ir o'tiradi, suvli bo'ladi.